Assalomu alaykum. Hammani Qurbon hayiti bilan chin yurakdan tabriklayman. O'zbekistonni ham jahon chempionatiga chiqqani bilan tabriklaymiz. Bunaqasi bo'lmagan. Butun jahon deyordi. Va eng muhimi mana bugun bitta vatandoshimiz AQSh Pensilvaniya shtatida o'zini mana bunaqa bahaybat uyini olayotgani bilan ham tabriklaymiz. Qani ishni bir kirib ko'ramiz. Mana kirishimiz bilan yuqori qavatga zinapoylar ketgan. Bu uyda katta basement ham bor o'zini. Bu tomonda garaj, powder room va xos hammaga yoqadigan mana open concept oshxona, bemalol mehmonlar kutsa bo'ladi bu yerda. Bu mana masterda o'zini alohida vannasi. Ko'ryapsizlar, bitta, ikkita, 3 ta klozet bor. Bu yoqda birinchi detskiy, mana bu ikkinchi detskiy, razmerlarini ko'ryapsizlar, qanaqa zo'r. Bu yoqda общий vannasi ham bor. Gap yo'q, umuman gap bo'lishi mumkin emas. Aferin, qoyil, aferin. Yangi konstruksiyalarda laundry bo'lmaydi, sterilka. Akamiz biz bilan ham qarz oldilar, ipoteka qarzi, ham uyni ham olib berganimiz uchun mana Best Buy'dan $1000 sterilka uchun sovg'a. Uyimizda mana 4-etaji ham bor. Shift etaj bu yoqda balandroq ham, bu 12 foot ceiling. Bu yoqda mana closet. Agar farzandingizni uylantirmoqchi bo'lsangiz, bemalol keling-kuyov tepaga chiqib olsangiz bo'ladi. Hamma sharoit bor. Mahmudga ertalablari bitta qahvani ichib o'tirganga nima etsin? Qandingni ur omadli odam, yoqmaydi-da o'zib ketganing, qoliplarni buzib ketganing, ko'rsam deydi to'zib ketganing. Qandingni ur omadli odam.